Assalomu alaykum, Inshoot savdo markazi aziz obunachilari. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek Chimyondagi filialimizdamiz. Inshoot savdo markazimizda qisqacha manzilimizni sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Farg'onadan kelaverishda Adirlikdan tushib kelganlaridan keyin eski tovuq fabrikamiz bor ekan, agar adashmayotgan bo'lsam, tushib kelganlaringda o'ng qo'llaringda Inshoot savdo markazi kirib keladi. Agar siz Chimyon tarafdan, Chimyon shahridan kelayotgan bo'lsangiz, ko'rib turganingizdek metan zapravkasi bor. Metan zapravkasidan biroz o'tganingizdan so'ng chap qo'lingizda bizning do'konimiz kirib keladi. Bu yerda nimalar bor degan savollaringizga qisqacha javob berib o'tishga harakat qilaman azizlar. Bu yerda nafaqat taxta, metal mahsulotlari, ya'ni chorvachilik uchun ham mahsulotlarimiz bor. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek yem, kepak, kunjara, barcha turdagisi bor. Xudo xolasa Samarqand nomerading kunjaralarimiz ham bor. Sifatlari hammasi xudo xolasa a'lo darajada, ko'rib turganlaringdek xudo xolasa juda ham ajoyib bo'ladi. Keyin yana bir bor aytib o'tmoqchiman, ro'zg'orimiz uchun kerakli bo'lgan un mahsulotlarimiz ham bor. Admiral 50 kilolik bo'ladi. Xudo xolasa narxlari bozor narxidan ancha arzon bo'ladi bizniki. Sababi optim narxlarda savdolarimizni amalga oshiramiz. Shuning uchun optim narxlarda arzon bo'ladi. Bozordan yana bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin, o'sha kepak, milflor kepak, kunjara mahsulotlarimiz, xudo xolasa barcha turdagilarini aynan bizning do'konimizda, ya'ni Inshoot savdo markazimizdan ham topishingiz mumkin azizlar. Bu yerda ko'rishingiz mumkin metal mahsulotlarimiz ham bor. Profil, turba, barcha turdagi metal mahsulotlarni ham topishingiz mumkin. Bular ham albatta aytib o'tganimdek optim narxlarda bo'ladi. Xudo xolasa kelib bemalol narxlar bilan tanishib, xursand bo'lib ketasizlar. Kelaverasiz, endi bu yerda yana qanaqangi mahsulotlarimiz bor degan savollarga yana qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu yerda ko'rib turishlaring mumkin 100B, DVP, DSP mahsulotlarimiz ham bor. Xudo xolasa yana bitta qisqacha chegirma qilib qo'yganmiz. DSP mahsulotlarimizga obunachilarimiz uchun Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga agarda siz obuna bo'lgan bo'lsangiz 225 ming so'mdan qilib berishadi. Xudo xolasa yana bu yerda ko'rib turishlaring mumkin gipsokardon mahsulotlarimiz bor. Gipsokardon mahsulotlarimiz Force Sense kompaniyasiga tegishli bo'ladi. Sifatlari a'lo darajada, narxlari ham juda ham ajoyib narxlarda bo'ladi. Xudo xolasa endi bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin rekalarimiz bor, strapila taxtalarimiz bor. Xudo xolasa sasni juda ham chiroyli bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri Rossiya davlatidan kirib keladi. Sifatlari juda ham a'lo darajada. Ortiqcha gap gapirib o'tishga hojat yo'q deb o'ylayman. Sababi bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin to'sinlarimiz bor. 3,5 metrlik, 4 metrlik, 6 metrlik, 6,5 metrlik baquvvat barcha turdagi shu to'sinlarimiz bor. Yana bu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin shifr mahsulotlarimiz bor. Shifr mahsulotlarimiz, metal, armatura mahsulotlarimiz ham bor. Xudo xolasa kelib qurilishlarning uchun mixdan tortib barcha turdagi sifatli mahsulotlarni aynan bizning do'konimizda, ya'ni Inshoot savdo markazimizdan topishingiz mumkin azizlar. Chorniy uchun, misol uchun vassa mahsulotlari, qamich mahsulotlarimiz ham bor azizlar. Kelib bemalol Inshoot savdo markazidan qurilishingizni sifatli bitirishingiz mumkin azizlar. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting.